Ovozingni. O'chirmayman. O'chir deyapman men senga. O'chirmayman. O'zingdan ketasan indamagan sari. Har doim mana shunaqa qilasiz. Sizdan chiqdi bugun ham. Jonimga tegdi shunda. Ajrashaman, bo'ldi. Hey, ajratsak ajrashaveramiz. Faqat bilib ol. Mana ikkita bola men bilan qoladi. Tushundingmi? Bekorlarcha 6 tasini yebsiz xomman, mas'ul qolmanmi? Ikkita bola men bilan qoladi, bittasini olasiz. Men nima qilibman? O'zingni o'zing homilador bo'lib qolmagansan-ku. Ya tovuqmisa kulga dumalab tug'averadigan. Voy, bittasini bo'layotganga shukur og'irmaysizmi? Boshimga qotirma, ikkala sen menda qoladi. Ichchamda. Hey! Namuncha? Janjal qilasizlar, ko'chada uyalmaysizlarmi? Bunda Ramiya va Julietta mana shunga o'xsharlaring, ko'z tegdimi sizlarga ham? Sohib opa, Ha. ko'rmaysizmi? Sen bilan ajrashaman, qiz bolaga uylanaman deyaptilar. Qiz bolaga uylanaman. Men senga borib o'lsam ham tegmayman, cho'tir. Aqlingni qara. Sen sog'gan osh, it tekkan tovoqsen. Sen cho'tirga kim tegmadi o'lib o'tir. Ha, shuni ayting. Men ham cho'tir yuzdan o'pib yuribman. Voy. Tavba. Cho'tirligini bilmagan ekanman. Menga qara. Sanam eshitib ol. Shu gaplaring uchun ham, hey, cho'tirlarni sevadigan qiz bolasiga uylanaman ko'rasanlar. Bilganingizni qiling. Hozir mahalla raisining oldiga borganimizda bor gap aytaman. Ikkita bolani men olaman, bittasini siz olasiz. Bekorlarni 5 tasini yetsan, tushundingmi? Ikkitasini men olaman. Bittasi senga yetadi, bar boshqa yerga tegasan. Senga ko'plik qiladi, tushundingmi? Menga qara. Bitta maslahat beraymi sizlarga? Ha. Hozir 3 ta bolalarim. Ha, 3 ta. Yana bitta qilasizlar, ikkitadan bo'lib olasizlar. Bu fikrga men ham qo'shilaman. Juft bo'lgani yaxshi-da. Juft yaxshi baribir. Ikkita senga, ikkita menga. Menga ma'qul. Menga yoqdi. Ha. Faqat bu ishni bugundan kech qoldirmaymiz. Vaqt o'tmasin. 9 oydan keyin ajrashishga ariza beramiz. Bo'la qoling dadasi. Bo'ling tezroq. Hozir men qo'y yog'idan osh qilib turaman. Ha, bolalarim. Ana. Tezroq pishirib beram deyman. Gapi yo'q, sohiba. Juda ham aqllisan-da. Menda o. Menga qara. 4 ta bo'lgandan keyin yana ajrashaman deb turibsan-chi. Buni yo'li bor. 3 tasini men olaman deb turaman, bo'ldi. Sen kallang ishlaydi, sen cho'tirdan. Menga qara sohiba, sen tog'ang mahalla rais bo'lib ishlaydi. Bir narsaga hayronman-da. Zakisdan o'tish $40, ajrashish $500. Shunga ham kallang jetmadimi? Chunki ozodlikqa chiqish qimmat turadi.